Pak cemiyetining an vaqt chiray ayol xo'jayini Pak qiz Kim Topdining saxt salohiyatiga ishinib qoladi va dars o'tishga qo'shiladi. Pak cemiyetining kichik qizi Gavkovga oz qolganda muhabbatga cho'nqur ishtiyoq bog'lagan sodda qizchaq bo'lib, ko'pchilik uni Pak Suygu deb ataydi. Qizchaq, siz o'diqma. İmtihan unchalik qo'rqinchli emas. Chiroyingiz tatirib ketibdi. Tomiringizda tutib qo'yaylik. Badaningizni yo'l sovuq qaplab ketibdi. Kech uyqungiz kechibdi, ha? Kechilab do'yin o'ynaysizga. Yandan bayonga gonjuma qilmabsiz. Gongon so'so'ga bir o'ttasingiz yarim soat rasm tushsizga, ha? To'g'ri topdimmi? Ha, bu kasal ig'ir kasallik. Bu kasalni tibobatda biz lavzami palak do'ng'oyi deb ataymiz. Ha, buning davo bor. Ansirma. Qo'ymaydim birini tepib, mashq toza bir qaqlib etib, muhim yerlaringizni ravurus bir maylavatsangiz, masalan, quloqning keyni, burunning usti degandek. Toza paydo qiladi. Darsni bak yaxshi o'tdingiz juma ma'lum. Menda sal quruq issiq bormiki deyman. Buning da davo bormidi? Berikukning vaqti kelib qoldi. Cho'chor tugib yesangiz paydo qiladi. Bu chaqda Pak oilasining eng kichik o'g'li Pak Kiynek uyda xohlagan joyga itib o'ynaydi. Ma'lum, ko'rib turibsiz. Mush o'g'lim kapsiz bo'lib qoldi. O'xya itib uyini qalayimxon qilib o'tdi. Lekinchi bu bolam san'atda bek talanti bor. Ko'rdingizmi mavzusiga rasmlarni? Bolangiz haqiqatan talant egisiga. Bolangizni san'at jihatdan tarbiyalash kerak. Kim Topdi fursatdan foydalanib o'zining bir chet elda o'qib kelgan dog'liq san'atkorni taniydiganligi va xolisa tanishtirib qo'ydiganligini aytadi. Aytsi Kim Topdi o'zining singlisi Kim Shutuni saxta bir salohiyat bilan Pak jamiyatiga tanishtirib qo'ydi. O'zining ma'lumga kuyab qolgan Pak Suygu uning Pak Suygusini izhor qilish uchun oxiri eg'iz ochdi. Shuningki doringiz issiq bosmidi, takshi ubdan singdirib maylagansiz, ha? Ya bo'lmasa men sizga yangi reseptdan bir nez beray, ha? Shunda qilib bu resept shunchalik foyda qildiki, Pak Suyguning bir kunlik lavsurug'ini tejab qoldi. Pak Kinekni ko'rgan Kim Shutu shu zaman Kim Yangsongga o'zgarib, ko'p yillik yasalmachilik tajribasi bilan Pakizni Pakiz yasab ketdi. Hada, o'g'limizning sizgan bu rasmiga qarang. Bu rasmda biz uning ishki dunyosini ko'rib olaymiz. Buni biz psixologiya ilmida yonpash nervisi metildash deymiz. Bundaq bolalar odatda aqlliq bo'ladi. Tarixda nurg'un shundaq san'atkorlar o'tgan. Masalan, bolangizning rasm chizish uslubi 18-asrning oxirlarida yashab o'tgan tanliq rassom Al-Jahoni bemavjudning uslubiga o'xshaydi ekan. Pakiz o'zining bolasidan faxrlanib, muldir yosh to'kishga boshlaydi. Dal mushchaqda oila xo'jayini Paksung uyga qaytib keladi. Hamda shopirga muallimni uygacha olib qo'yishni buyurdi. Pak Shutuning qalasiga tuyuqsiz bir xums bilan kelib qoldi. Hamda o'ziga uzun yildan yota hamroh bo'lgan Sharabarasini elib, mashinaga yaldami qilib tashlab qo'ydi. Filmning keyingi qismini oldin ko'makchi bo'lsangiz, boshpatda iziqliq salonimizga kiring.